Biz xabarlarni vaqti-vaqtida yetkazaylik deb, qiziq xabarlarni qiziq vaqtida yetkazaylik deb yo'ldoshlarga yuqorqi seksiyalarni so'zildik. Endi bir ikki jumla analiz qilib baqaylik, hurmatli vatandoshim. Demak, bugun biz ko'rib turibmiz, Hindiston Jungo chegara so'rikilishi, chegara to'qinishi davomlashyapti. Yuqoridagi harbiy tayyorliqlarni ko'rdik. Hatto Jungoning hozir Tibet rayoniga Bronvik motorlashgan qismlarni avatganligini ham anglab o'tdik. Bu şundaq ahval aslında hazır qarışımızda yoki kuzatishimizda Jungo ham chekinmaydi, Hindiston ham chekinmaydi. Bunun ichida eng muhimi Washington kuzatuvchi gazetining e'lon qilgan maqolasi Prezident Trump hukumatiga murojaat yoki chaqiriq shaklida e'lon qilgan maqolasi nima debdi? Hindiston bizning qo'shnimiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump hukumati Hindistonni oshkora qo'llash kerak debdi. Demak, bu shundaq vaqtda bu gazetning Hindistonni qo'llash kerak degan so'zni biz ham bir grajdan yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat manfaatini himoya qiladigan bir odam sifatida sanagandimi, dal bu gazetning chaqiriqi va Prezident Trump hukumatiga yo'llagan murojaatini qo'llaymiz. Çünkü dal muşu paytda hozirgi vaziyatdan aytganda Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump hukumati Hindistonni qo'llash kerak. Endi ikkinchi xabarda nima deyilibdi, hurmatli vatandoshlarım? Ikkinchi xabarda Mongoliya bilan Hindistonning munosabati. Mongoliya sizlarga belgilik. Ayni vaqtda 40-yillarda Uyg'ur inqilob qilib, okop kuchishib, qon to'kib, bedel төлеп, hesapsız bedel төлеп müstakillik jakarlaganda şu vaqtda hiç bolmaganda nisbi turvatkan Mongoliya ahire müstakil bop referendum bilan müstakillik jakarlab Uyg'urning müstakilligi yoki jakarlagan müstakilligi munqariz qilingan edi, alaq qilingan edi, dafsandi qilingan edi. Stalinning xalqaro siyosiy manfaatining qurboniga aylantirilgan edi. Bugun yani şu Mongoliya davlat sifatidan Hindiston bilan munosabat o'rnatishning tunji qadamini bosdi va yoki Hindiston Mongoliya munosabatining taraqqiyoti belgilandi deb biz yuqorida aytdik. Yaqindan beri Hindiston armiya taraf nima deyapti? Biz 3 kun ichida Yunnanning Kunming shahriga yetib boramiz. Biz 3 gün içinde Beijing'e yetib boramiz deydi. Biz bir necha kun içinde Tibet Lhasa'ga yetib boramiz deydi. Hatta Hindiston armiya taraf nima deydi? Biz 4 gün içinde Jungo Qizil armiyasini parchalab tashlaymiz deydi. Yoki bunun tashkiliy ve armiya qurilishini parchalab tashlaymiz deydi. Mayli bu endi urush oldidagi yoki urush oldida bo'lmasmi diplomatik so'z iboralarga taalluq bo'lgan propoza yoki tahdid xarakterli so'z iboralar bo'lsin, buningdan qat'iy nazar biz shu narsani ko'rib yetdikki, Hindiston armiyasining g'ayrati ana ashiyaga yetibdi. Endilikda yana bir yuzlanish sifatida biz yuqorida bir mavzuda shuni ko'rsatib o'tdik. Vatandoshlar uning diqqat qildi bo'lgan. Yaqinda Yaponiyada Shangang mustaqilchilari va Tibet mustaqilchilari birlashib Shangang mustaqilchilari va Tibet mustaqilchilari birlashib Yaponiyada xalqaro yig'in chaqirdi. Hatta Xayshalyangan CCTV Jungo Markaziy televiziya stansiyasining dengiz bo'g'izi vaziyeti to'g'risida so'zlaydigan maxsus programmasida Tayvan Hindiston bilan birlashib, mushundaq paytda, mushundaq orliqda, mushundaq dilg'uldi bo'lib turayotgan bir paytda mustaqillik jakarlashi mumkinmi? Yoki mustaqillik jakarlash uchun Tayvan mustaqilchilari Hindiston bilan birlashib Jungo qarshi bir ish qilishi mumkinmi degan narsani Markaziy televiziya stansiyasining Xayshalyangan yoki dengiz bo'g'izi vaziyati to'g'risidagi maxsus programmasida oqshomlar muhokama qildi. Vaziyat mana shu yerga yetdi. Endi Yaponiyada ochilgan Tayvan mustaqilchilari, Shangang mustaqilchilari xalqaro yig'iniga, masalan Yaponiyaning siyosat yig'ini, Tayvanning siyosat yig'ini, xalqaro siyosatning Jungo qiratgan xalqaro siyosatni muhokama qilish yig'ini. Buning Uyg'urlar chaqirildimi yoki Tibetlar qatnashdimi, buningda xabarim yo'q. Hozir bu to'g'rida boshqa xabar ko'rmadim.
Lekin bu yig'in hozir Yaponiyada chaqirildi. Buning uchun Tayvan gazetlari qarshi pozitsiyada bir necha maqola e'lon qilgan bo'ldi. Daha oqshomgi bugunlardan bo'layotgan ish bu to'g'rida Jungo hukumatı bir inkas qaytarmadi. Biroq Amerikaning Birlashma agentligi yaqinda Tayvanni 2018 yili Jungo ozod qilmoqchi bo'layotdi deb ko'rsatdi. Voqealar mana shu yerga yetib keldi va tandashim jiddiyligining qanchalik darajada bo'ladiganligi bu bizga noma'lum. Lekin hozir chegarada bo'layotgan so'rkilish Jungo armiyasi bilan Hindiston armiyasi o'rtasida so'rkilishdir. Bu yerda to'r betida shunday bir xabar keldiki, agar Hindiston chegara to'qinishini yoki chegara so'rkilishini uzartirgan bo'lsa, uzoq suzilgan so'rkilish, uzoq suzilgan to'qinish paydo qiladigan bo'lsa, dediki, u holda Jungoning ojizligi oshkor bo'lib qoladi. Jungoning ojiz taraflari darhol oshkor bo'lib qoladi deb. Shunga bu masalani yoki bu so'rkilishni jiddiy hal qilish Jungo tarafining pozitsiyasi va uning taqozzoligi bo'lishi mumkin. Biroq Hindiston bu to'qinish yoki bu so'rkilishni uzartamdi vaqtni yoki qisqa vaqt ichida hal qilamdi, bunisi sizga bizga ma'lum. Biroq yana bir nuqtani aytganda 9-oyda Himalaya tog'lari, Qaraqurum tog'larida, undan keyin bu chegaralarda so'rkilish bo'layotgan rayonlarda odam turish mumkin emas ekan, chunki so'qoq yoki qor yog'ishi mumkin ekan. Biz o'tgan dedik. Masalan, o'tgan shanba kuni sizlarga xabar o'qigan leksiya yetkazganda, bugun Hindiston armiyasi bir rayonga 12 diviziya askar yetkazib keldi. Umumiy tog'da jang qiluvchi Hindiston qo'shinlarining soni 200 mingga yetdi deganidir. Atsi bu shanba kuni bu xabarni sizlarga yetkazib tursak, yakshanba kuni kelganda yana bir xabar yetib keldiki, Hindiston dengiz armiya qo'shinlari Malakka bo'g'oziga kirdi. Endi bu narsani nima deymiz? Agar Malakka bo'g'ozida Hindiston askar turg'izgan bo'lsa, Alay shahrini deymiz. Nima uchun Alay shahrini deymiz? Mening xarita, dengiz xaritasidan bilishimcha, jo'grafiyadan xaritadan tasavvurim yo'q. Malakka bo'g'ozi Hind okeaniga chiqish yo'li, shundaqla Hind okeanidan Janubiy dengizga kirish yo'li. Andan keyin yaqindan bir andan Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministrligi yozgan tayyorlagan doklad Janubiy dengizni davomli chorlash to'g'risida bir planning bor ekanligini bu yuqorida biz ko'rsatib o'tdik. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlarining dengiz armiyasi Janubiy dengizni davomli chorlaydi degan gap. Ondan keyin Tayvan hozir taraddud qilyaptiki, o'tganda biz sizlarga dedikki, Tayvan Amerika armiyalarining yoki dengiz armiyalari, quruqliq armiyalari bo'lsin, andan keyin dengiz portlari to'xtash huquqi, Tayvan portida Amerika armiyasining to'xtash huquqi, Amerika portlari Tayvan armiyasining to'xtash huquqi to'g'risida Amerika Davlat Majlisining qonun ma'qullaganligini sizlarga so'zlab o'tgan edik. Hozir endi Tsai Ing-wen xonim, Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen xonim agar shundoq ish bilan Amerika armiyasi tunji qatim to'xtaydigan port, Tayvanning janubidagi Kaohsiung porti bo'lamdi, va yoki qaysi degan masalada hozir Tayfingdao deydigan orolda to'xtashni planlayotgandek qiladi. Bundan qaraganda Jungoning achchig'ini keltiradigan bir ish bo'lsa kerak. Lekin Jungo buning inkas qaytarmadi. Vaziyat mana mushiyagacha. Endi Rais Xi Jinping kelsak, Rais Xi Jinping 8-oyning 1-kuni armiya qurilgan kunning 90-yilligini xotirlash uchun asli qoida bo'yicha Beijingda harbiy parad tashkillash kerak edi. Biroq bu harbiy paradni tashkillamay, hozir Jungo hukumatı o'zining yoki 3-bir mustamlikasi Ishki Mong'oliyada zo'r ko'lamda harbiy manevr tashkil etdi. Bu harbiy manevrni Rais Xi Jinping o'zi naq maydonda turib, ko'zitib tajribalash turib, uning o'zi baho berib, o'zi xulosa, o'zi natija chiqarganini qaror qildi. Demak, hozir Rais Xi Jinping Beijingda harbiy parad o'tkazmay, Mong'oliyada harbiy manevr o'tkazyapti deganlikdan qaraganda bu nimaning beshorati. Chunki harbiy manevr degan so'z amaliyoti ikkinchi xil bir xil urush shakli apandilar. Urush shakli deyiladi. Endi yuqoriqilar mana
Muşu vaziyetimizin tahlili ani şu yerden şu yergacha. Andın Gobinguy efendinin hazırlıkı vaziyette Cungo'nun işki kısmındaki vaziyet doğrusunu yoki özgürüşle Şücün saydaydigan birisinden, şübin saydaydigan birisinden seçmen ülkesideki ülke reis sekreterlik hukukudan kaldırılışı hazır 19. kurultaydaki bir xil urulaştırışını, rəhberi katlamının urulaştırışını özgertip etdi degan xabarlar keldi. Şundaqla yana birisi şunda 2 gün burun o xabarin tayyorlaganını yetkizemey kaldık. Beijing'de 60 bin kişilik namoyish bo'lib o'tdi. Bu namoyishdan nima ekanisi Shanshanxuy deyiladi ekan. Bu ham bir qaramoqqa bir diniy tashkilotga o'xshaydi ekan, ele Falun Gongchilar degandek, yana bir qaramoqqa buningga a'zo bo'lib kirdigan odamlarning hammasi 100 yuandan, 1000 yuandan pul beradi ekan. Keyin bu boylikni yoki o'simi bilan uni o'zi qaytaramdi demdi, shundaq bir sabablar bo'ladi ekan. Bularning shundaq to'plagan pulidan xonanda saqchi idorasi derhal 20 milyon yuanni aldab elib ketgan gap. Bu o'zi bilan tatib olgan gap. Onun üstüge bu teşkilattan başlıklarını kolga algan gap. Dal vaziyet muşundaq nazik paytda. Hindistan Jungo çigrada sörkülüş kılıvatkan bir paytda. Şangan Tayvan müstakilçileri hareket kılıvatkan bir paytda. Yani şundaq aytqanda işki cihatte hazır vaziyet davalgıp durvatkan bir paytda 19. kurultay açılış harpsida Beijing'de 60 bin kişilik namoyishning o'tirg'i chiqqanligi haqiqatan Kompartiya uchun aytganda cho'chiydigan bir ish. Biz uchun aytganda bir tasodif biz bergan ishmi yoki buning kaynida bir tashkiliy o'rinlashtirish bormi deb savol qo'ydigan bir ish. Vatandaşım, hürmetli vatandaşım, demek bugün Jungo'nun ichki vaziyeti bilan tashqi vaziyeti mana bu yerga yetdi. Mening oxirgi shuarim shukanki, Amerika Qo'shma Shtatlari Washingtonda nashr qilinadigan Washington kuzatuvchi yoki kuzatuvchi Washington mavzuli gazetning o'tirg'i chiqib, Prezident Trump hukumatiga Hindistonni qo'llash to'g'risida murojaat e'lon qilishi, Hindistonni qo'llash to'g'risida chaqiriq e'lon qilinishi qo'llayman. Men shaxsan qo'llayman, hurmatli vatandoshim, ham sizdan qo'llashingizni umid qilaman. Bugungi leksiyamiz mush yerdan mush yergacha.